Mana bu achchiq ermon. 100 marta ko'rsatganman. Achchiq это полынь-горка. Mana shu achchiq ermonda voy baraka topkurlar, mana. Mana uni ham aytaman, buni aytaman. O'zbek tilida ham, rus tilida ham aytaman. Qanday? Do'ppim yarashdimi? Achchiq ermon, yaxshilab qarang, qidim. Allanbola hidi, lekin achchiq. Qurtingizni tushiradi. Chopib chiqib ketadi qurtingiz. Он очень хороший глистогонный. А если, смотрите, если выжать сок, и у кого нет у кого нет усы, борода или облысения, выжатый сок, пожалуйста, так делайте. Смазывайте, растирание делайте. Tushundingizmi? Вам понятно? Хорошо. Endi o'zbek tilida. Sokini chiqaring. Men bekor aytmayman, baraka topkurlar. Sizlardan pul so'rayapmanmi? Xo'p deng. Tavba qildim. Sokini chiqaring, ichiga ofat. Sokini chiqar, soch soqolingizga surting. Ya'ni ta'sir qilmadi-ku, yolg'on gapirding deganlar ham bo'ladi. Baraka topkur. Senga ta'sir qilmasa, men aybdormanmi? Tavba qildim. Soch o'syapti. Mana shuni surting, ichiga ofat. Lekin mo'yini chiqarish kerak. Mo'y chiqariladi mo'y. Oling, yuling. Zaytun yog'ini ichiga tiqing. Tushundingizmi? Zaytun yog'ini ichiga tiqing. Keyin tengma-teng zaytun yog'iga suv qo'shing. Xo'p deng. Zaytun yog'iga qo'shasiz, qaynatasiz. Tushundingizmi? Zaytun yog'iga solib qaynatasiz, suv ispareniyani to'liq uchib ketguncha suvi. Tushundingizmi? Mani ko'rib to'xtadi. Xalaqit beradi mana shunday qilib, bilmayman kimligini. Zaytun yog'i suv ispareniya bo'lib mo'y qolib ketadi. Teri kasalliklarga surting, ichiga olib. Vitiligoga ham surting, psoriazga surting. Tushundingizmi? Ana endi, mana bilasizlar mana. Это знаете, да? Масло, полынное масло сделайте в оливковое масло. Приготовьте. Хорошо? Для кожных заболеваний. А это написано, что лечение витилиго. Но не написано как. Поняли, да? Во. Это клоповник крупка. Лечение витилиго. Ну давайте так, свежевыжатый сок на витилиго смазывайте. Или масло надо вытащить изнутри. А как? Как я сказал уже, в оливковое масло измельчить и в оливковое масло и добавить в воду и прокипятить на мелком огне, чтобы вода испарилась, а масло останется. Ну попробуйте, что? Ну трудно ли, что ли? Бесплатно же, попробуйте. А это глистогонный, и где борода нет, втирайте. Soch soqolingiz o'sishi uchun soki. Tushundingizmi? Achchiq ermon. Tavba qildim. Boring qiling.